Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosi nafaqada bo'lgan har bir oila bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida ketadi. Ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli qo'shimcha pul borligini bilmaydi. Ayrimlar esa bilsa ham qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat topshirishni, qanday talab qo'yishni tushunmaydi. Natijada odam yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki bugun siz pensioner bo'lmasangiz ham, ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz yoki tanishingiz pensioner bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bugun masalani oddiy tilda, misollar bilan, qaysi holatda qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin, kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa tinch bo'lishi mumkin, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya faqat bitta oddiy summa emas. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Menga pensiya tayinlandi. Har oy kartamga pul tushyapti. Demak, hammasi to'g'ri. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Ish staji, ish haqi, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, ayrim imtiyozli toifalar, hududiy va ijtimoiy qo'shimchalar kabi holatlar pensiya hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Odam o'zi ariza yozgan, mehnat daftarchasini olib borgan, ish joyidan ma'lumotnoma olgan, arxivga borgan, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga topshirgan. Agar biror hujjat yetishmasa, odatda hujjat olib keling deb qaytarilgan. Bu tizimda ham muammo ko'p edi. Lekin odam hech bo'lmaganda qaysi hujjat so'ralayotganini bilib turardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bir tomondan bu qulay, ortiqcha qog'oz kamayadi, ba'zi ma'lumotlar avtomatik olinadi. Lekin ikkinchi tomondan katta xavf ham bor. Bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, eski ish staji kiritilmagan bo'lsa, imtiyozli maqom aks etmagan bo'lsa, pensioner buni sezmay qolishi mumkin. U oyma-oy pensiyasini olaveradi. Lekin aslida unga qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash tegishli bo'lishi ehtimoli bor. Mana shuning uchun odamlar orasida pensionerlarning qo'shimcha to'lovini yashirishmoqda degan gaplar paydo bo'ladi. Men buni shunday tushuntiraman. Ko'pincha hech kim kelib sizga alohida sizga yana pul chiqishi mumkin, marhamat ariza yozing deb eslatmaydi. Siz o'zingiz huquqingizni bilmasangiz, o'zingiz tekshirmasangiz, o'zingiz talab qilmasangiz, masala joyida turib qolishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo axborot yetishmasligidir. Eng avvalo, har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Men ko'p odamlar bilan gaplashganman. Pensiyangiz necha yillik stajdan hisoblangan deb so'rasam, ko'pchilik javob bera olmaydi. Qaysi yillardagi ish haqi hisobga olingan desam, bilmayman, o'zlari hisoblagan deydi. Sizga qo'shimcha ustama bor yo'qligini tekshirtirganmisiz desam, yo'q, men faqat kartaga tushgan pulni olaman deydi. Mana shu bexabarlik eng katta yo'qotishga olib keladi. Masalan, bir ayolni olaylik. U 3 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanayotganda elektron bazada faqat 23 yil staji ko'ringan. Qolgan 7 yil eski korxona arxivida qolib ketgan yoki mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin tizimga kiritilmagan. Agar u indamasa, pensiya 23 yil staj bo'yicha hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin u arxiv ma'lumotnomasini olib qayta hisoblashni so'rasa, pensiyasi oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Farq oyiga 100 ming so'm bo'ladimi? 200 ming so'm bo'ladimi? 500 ming so'm bo'ladimi? Bu har bir holatda alohida hisoblanadi. Lekin bir yilga ko'paytirsangiz, bu katta pul. Masalan, oyiga 200 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 2 million 400 ming so'm bo'ladi. 3 yilda esa 7 million 200 ming so'm. Pensioner uchun bu juda katta mablag'. Yana bir misol. Erkak kishi uzoq yillar og'ir sharoitda ishlagan, masalan, shaxtada, issiq sexda, zararli ishlab chiqarishda yoki imtiyozli pensiya huquqi beradigan ishda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin ish joyi tugatilgan, hujjatlar arxivda, lavozimnoma esa bazada oddiy lavozim sifatida turibdi. Agar hujjatda mehnat sharoiti to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, imtiyoz hisobga olinmasligi mumkin. Bunday odam, men shuncha yil og'ir joyda ishlaganman, nega pensiyam kam deb yuradi? Sabab esa hujjatlarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylaridan, arxivlardan
mehnat daftarchasidan, buyruqlardan, oylik ma'lumotnomalardan hammasini tekshirish kerak. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin uzoq ishlagan odamlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski sovxoz, kolxoz, zavod, kombinat, qurilish tresti, maktab, shifoxona, idora kabi joylarda ishlagan davrlar bor. Lekin bu davrlar elektron bazada yo'q bo'lishi mumkin bo'lganlar. Uchinchidan, nogironlik guruhi bor, lekin pensiyasida qo'shimcha imtiyoz aks etgan etmaganini bilmaydiganlar. To'rtinchidan, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ayniqsa voyaga yetmagan farzandlar, talaba farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor bo'lganlar. Beshinchidan, yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, qarovchisi yo'q keksalar. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha maqomingiz bo'lmasa, arizada hammasi ko'rsatilgan bo'lsa, unda katta xato ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin baribir men har bir odamga kamida bir marta pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki meniki to'g'ri bo'lsa kerak degan taxmin bilan yashash boshqa, rasmiy ma'lumotni ko'rib ishonch hosil qilish boshqa. Qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil narsani tushunmasligi kerak. Bu ba'zan pensiyaga ustama bo'lishi mumkin. Ba'zan qayta hisoblash natijasida oshgan summa bo'lishi mumkin. Ba'zan avval olinmagan davr uchun to'lanadigan farq bo'lishi mumkin. Ba'zan alohida ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerga bir xil pul beriladi degan gapga ishonmang. Har bir to'lovning o'z sharti, o'z hujjati, o'z muddati va o'z tartibi bor. Misol uchun, bir pensioner oldindagi yoshda 35 yil ishlagan, lekin uning pensiyasi qo'shnisinikidan ancha kam. Qo'shnisi 20 yil ishlagan bo'lsa ham ko'proq oladi. Bu darhol xato degani emas, balki qo'shnisining ish haqi yuqori bo'lgan, yoki qo'shimcha maqomi bor, yoki qayta hisoblash qilingan. Lekin bu tekshirish uchun signal. Siz nega u ko'p, men kam deb faqat shikoyat qilib yurmasdan o'zingizning hisobingizni aniqlashingiz kerak. Pensiya miqdori his tuyg'u bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan aniqlanadi. Yana bir aniq hayotiy holat. Ayol kishi bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishlagan. U pensiya tayinlanganda ayrim davrlar stajga kirdimi yoki kirmadimi bilmaydi. Agar qonunchilikda belgilangan tartibda ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin bo'lsa, bu uning pensiyasiga ta'sir qiladi. Lekin hujjat bo'lmasa yoki arizada ko'rsatilmagan bo'lsa, bu davrlar chetda qolishi mumkin. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari kabi hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, qo'shimcha to'lov avtomatik berilmasligi mumkin. Odamlar davlat biladi-ku, o'zlari qo'shib beradi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda ma'lumotlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin amalda ko'p narsa ariza, hujjat va tasdiqlashga bog'liq. Ayniqsa eski staj, arxiv hujjati, imtiyozli ish sharoiti. Nogironlik ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashash yoki parvarishga ehtiyoj kabi masalalarda odamning o'zi tashabbus ko'rsatishi kerak. Ikkinchi nozik joy, muddat masalasi. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Ba'zilar esa oldingi davr uchun ham qayta hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim. Masalan, siz bugun ariza bersangiz, nega men 2 yil oldin bilmaganman? Endi hammasini to'lab bering deyishingiz mumkin. Lekin rasmiy tartibda hamma holatda ham 2 yil yoki 3 yil orqaga qaytarib berilishi kafolatlanmaydi. Shuning uchun huquqingiz borligini bilgan zahoti kechiktirmasdan murojaat qiling. Har oy kechikish siz uchun pul yo'qotish bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik joy, og'zaki javob bilan cheklanib qolmaslik. Bu juda katta xato. Pensiona boradi, o'ynadagi xodimga savol beradi. Xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Lekin og'zaki javob keyin isbot bo'lmaydi. Men har doim aytaman. Murojaatni yozma shaklda qiling yoki elektron tizim orqali yuboring. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin, sizda raqami bo'lsin, javob ham yozma bo'lsin. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shunda siz keyingi bosqichda e'tiroz bildira olasiz. 4-nozik joy. Hujjatdagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida ism Gulnora, pasportda Gulnara bo'lib yozilgan. Otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdullayevna bo'lishi mumkin.
tug'ilgan sana bir hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday mayda ko'ringan farqlar arxiv stajini tasdiqlashda muammo tug'diradi. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, ishga kirgan va chiqqan sanalar, lavozim nomlari, muhr va imzolarni sinchiklab tekshiring. 5-nozik joy. Hamma qo'shimcha to'lov ham pensiya bo'limi orqali hal bo'lavermaydi. Ba'zi ijtimoiy yordamlar mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari yoki boshqa mas'ul tashkilotlar orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik, yaka yolg'izlik, parvarishga ehtiyoj, nogironligi bo'lgan shaxsizga yordam, uy-joy yoki kommunal to'lovlar bilan bog'liq ayrim imtiyozlar alohida tartibda yuritilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga bordim. Demak, hamma masala yopildi deb o'ylamang. Sizning holatingizga qarab boshqa idoraga ham murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik joy. Bank kartasiga tushgan pulni muntazam tekshirish. Ba'zan odamlar pul tushganini umumiy biladi, lekin qaysi oyda qancha tushganini, oshganmi, kamayganmi, alohida to'lov kelganmi bilmaydi. Agar siz telefoningizda bank ilovasidan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Har oy tushgan summani daftar qilib yozib boring. Masalan, yanvar oyida qancha tushdi? Fevralda qancha tushdi? Martda qayta hisoblash bo'ldimi? Bayram oldidan alohida pul tushdimi? Hammasini qayd qiling. Bu keyin tekshiruvda sizga yordam beradi. 7-nozik joy. Hamma olayapti, men ham olaman degan xato. Internetda, qo'shnilar orasida, bozorda turli gaplar yuradi. Pensionerlarga falon pul berilayotgan ekan. Hamma ariza yozsa qo'shimcha olar ekan. Falon yoshdan keyin yana ustama bor ekan. Bunday gaplarning har biri alohida tekshirilishi kerak. Chunki ayrim to'lovlar faqat ma'lum toifaga, ayrimlari faqat ma'lum hududga, ayrimlari faqat ma'lum holatga tegishli bo'ladi. Siz noto'g'ri ma'lumotga ishonib vaqt yo'qotishingiz ham mumkin. Yoki aksincha, haqiqatan ham sizga tegishli to'lovni bilmay qolishingiz mumkin. 8-nozik joy. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering. Qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. Tanishim bor, kartangiz raqamini va SMS kodini ayting degan odamlar bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech qachon bank kartangizning SMS kodini, PIN kodini, shaxsiy kabinet parolini hech kimga bermang. Rasmiy to'lovlar rasmiy hujjat va rasmiy idora orqali hal qilinadi. Huquqingizni talab qilish uchun pora berish ham, vositachi izlash ham kerak emas. Kerak bo'lsa, yozma ariza, shikoyat va yuqori tashkilotga murojaat bor. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik to'g'risidagi hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, eski buyruqlar nusxalari, qo'lingizda nima bo'lsa, hammasini tartiblang. Hujjatlar tartibsiz bo'lsa, odam o'z huquqini isbotlashda qiynaladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam qanday hisoblanganini, qaysi stajlar kiritilganini, qaysi ish haqi davrlari hisobga olinganini, menga qo'shimcha to'lov yoki ustama tegishli emasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Mazmunida ariza yozing. Arizada albatta familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, murojaat mazmuni aniq bo'lsin. Arizani topshirganda ro'yxatga olingan raqam yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 3-qadam. Agar eski ish staji hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Oldingi ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Masalan, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxiv bo'lishi mumkin. Arxivga ariza yozganda qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni imkon qadar aniq ko'rsating. 1970-yildan 1996 yilgacha falon zavodda ishlaganman deb yozish boshqa. 1990 yil atrofida bir joyda ishlaganman deyish boshqa. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, topish shunchalik oson. 4-qadam. Pensiya qayta hisoblanishini so'rang. Hujjat topilgandan keyin uni shunchaki uyda saqlab qo'ymang. Pensiya bo'limiga topshiring va qayta hisoblash haqida yozma ariza bering. Arizada taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni
qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Hujjat topshirilgan sanani saqlang, nusxasini olib qo'ying. Agar sizda elektron yuborish imkoniyati bo'lsa, elektron tizim orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. 5-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya oshirilsa, qaysi sanadan boshlab oshirilgani, qancha farq hisoblangani, keyingi oylarda qancha olishingiz ko'rsatilishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozilishi kerak. Sizga tegishli emas degan umumiy javob yetarli emas. Nima uchun tegishli emas? Qaysi norma asosida? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tasdiqlanmadi? Mana shu savollarga aniqlik kiriting. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. Bunda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Menga kam berishyapti deyishdan ko'ra, falon yildan falon yilgacha bo'lgan stajim hisobga olinmagan. Qo'limda arxiv ma'lumotnomasi bor. Qayta hisoblash rad etildi. Rad etish sababini asossiz deb hisoblayman, deb yozish kuchliroq. Hamma nusxalarni ilova qiling. Arizalar, javoblar, hujjat topshirilgan sanalar, bank tushumlari hammasi tartibda bo'lsin. 7-qadam. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, yaqinlari yordam bersin. Ko'p onaxon va otaxonlar idoraga borishga, ariza yozishga, elektron navbat olishga qiynaladi. Farzandlar esa pensiyasi tushyapti-ku deb beparvo bo'ladi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasini kamida 1 marta tekshirib bering. Ularning mehnat daftarchasini ko'ring, pensiya qanday hisoblanganini so'rang, kerak bo'lsa birga boring. Bu sizning ularga qiladigan juda katta yordamingiz bo'ladi. 8-qadam, har qanday va'daga emas, rasmiy ma'lumotga ishoning. Telefon orqali kelgan noma'lum xabarlarga, ijtimoiy tarmoqdagi tasdiqlanmagan e'lonlarga. Bugun oxirgi kun, tez pul oling degan gaplarga ishonmang. Rasmiy idora, rasmiy sayt, rasmiy javob va yozma hujjat asos bo'ladi. Agar biror to'lov haqida eshitsangiz, darhol savol bering. Kimlarga beriladi? Qaysi hujjat kerak? Qayerga murojaat qilinadi? Qaysi muddatda ko'rib chiqiladi? Rad etilsa nima qilish mumkin? Yana bir amaliy maslahat, ariza matnini murakkab yozish shart emas. Oddiy va aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha hisob-kitobni tekshirib berishingizni, mehnat stajim to'liq hisobga olingan-olinmagani aniqlab berishingizni. Agar qonunchilikka muvofiq qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblashga asos bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shu mazmun yetarli. Muhimi ariza rasmiy ro'yxatdan o'tsin. Xulosa shuki, pensiyaga qo'shimcha to'lov masalasida eng katta xavf bexabarlikdir. Siz o'zingiz bilmasangiz, o'zingiz tekshirmasangiz, hujjatlaringizni tartiblamasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pul yillar davomida olinmay qolishi mumkin. Bu albatta hamma pensionerga qo'shimcha pul bor degani emas. Lekin har bir pensioner o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganini bilishga haqli. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya hisobingizni tekshirtiring. Eski stajlaringizni aniqlang. Arxiv hujjatlaringiz bilan og'zaki javob bilan cheklanmay yozma murojaat qiling. Ayniqsa pensiyasi kam, ish staji uzun, eski korxonalarda ishlagan, nogironlik yoki boshqa bir imtiyozli maqomi bor, bo'g'uvchisini yo'qotgan yoki yolg'iz yashaydigan pensionerlar bu masalani albatta tekshirtirish kerak. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisobini tekshirtirganmisiz? Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash bo'lganmi? Qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oyma-oy daromadini oshirishi mumkin.